Assalomu alaykum hamma aka-uka opa-singillarga, jigarlar. Bugun sen qayerdasan desangiz, men o'zimizning rayondaman, ya'ni Kolxozobod, Jaloliddin Balx rayonida. Mana shu fotosalonda reklama qilib keldim. Bu har kun reklama sizlar YouTube'da shunday bir reklamalar ko'rib charchab qolgan bo'lsangizlar, bugun charchamaysizlar. Xudo xolasa dekabr to'ylar kelyapti. Foydali reklama sizlar uchun jigarlar. Bu salonni men oldin kelib ko'rdim. Ko'rdimda keyin video qilyapman. Bu yerdagi nimalar, fotolarni vechernikada cho'gashakda kiygish ko'ylaklar umuman kiyilmagan yangilardan olib kelibdilar. Buni ichkariga kiramiz. Polni men hozir ko'rsatib chiqaman. Bitta kamerasi ket. Jigarlar, polni oxirgacha tomosha qilingizlar. O'zlaringiz tushunib olasizlar. Misol, bu qanday salon, nimalar bor, nimalar yo'q. Nereye kelasiz? İnşallah kelin bolani shuna o'tirg'izib qo'yasizlar. Polni mana shu fotolardan kiygizib, cho'tkilab tayyorlaydi. Hozir men oxirida jo'llarni ham ko'rsataman. Mana fotolarning hammasi o'zim tekshirib ko'rdim. Kiyilmagan fotolar. Polni zakaznoy olib kelgan, bu salon yangi ochilgan, umuman kiyilgan yo'q. Hammasi cho'tki qaydavi. Misol reklama qilishga arz etdim. Mana nextlarni kamerachi bir ko'rsatib chiqing. Mana shu yoqdagi narsalar polni algilar. O'zim konsert o'tkaziraman qiz vechirlarda. Mana shu narsalar albatta kerakda, shularni polni kiyatda, 3 ta 4 ta almashtirib polni kiyib chiqadilar. Yana yoqda bir narsa bu yoqlarda ham bor ekan, nima? Sunnat to'ylar deb kiygizadi hayvonni. Hamma to'yda ham kiygizmasa, kiygizgichlar bor. O narsa ham kerak bo'ladi-da. Ana shu narsalar, shu narsani axtarib yurgan odamlar ko'p. Mana shu narsani o kun birov axtarib yuribdi. Topmayapmiz, qayerda sotadi deb. Buni adresi mana shuning ishida ekan. Kakras buning nimasi hamda kallaga kiygichlari ham bo'lish kerak. Bor. Shu yerda topiladi hamma narsa. Xullas yo'q narsa yo'q. Jigarlar, nima? Kelasizlar, bizning nomdan gapirasizlar. Bu salon kimniki desangizlar, aytmoqchim esdan chiqibdi. Bu salon Studio Jahon. Studio Jahon yaqinda Halqul Media'ning klibini ham chiqardi. Bir nomi ketgan kamerachi. Bularda karnay surnay, kamera 3 ta 4 ta to'yni birdan alalaydi. Kamera polni shogirdlari men keyin iloji bo'lsa videoda ko'rsatamiz. Shu montajda o'tirlar 3-4 kishi bo'lib, nimani diskingizda rovna bir oyda shuna qo'lingizga qabul qilib olasiz. Bez problema. Karnay surnay deysizmi, nima desangiz, agar konsert desangiz ham qo'shilib o'zim boraman, shularni chotkilab o'tkazib, sizni xursand qilib kelaveramiz. Hozir bu yerda tashqariga chiqamiz. Polni men adresni tushuntirib chiqayin. Yana sho'kimda ekranda nomer bor. Ekrandagi nomerga telefon qilsangiz ham o'zi adresni aytadi. Adresni mana eski kelin-kuyov kelayotgan joy. Kamera shu yoqda bittangda. Buni haykel, eski haykelning jambashdan chapqa burilib kelasizlar. Mana shu yerda nomna tomonda ko'prik bor. Mana ko'prikni bir ko'rsating. Ana arkalar ham arka esdan chiqibdi. Jigar, arkaning zamonaviylari. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, obzorlar bor. Obzorda polni kamera, karnaysonda hamma narsani ko'rsatib chiqadi. Faqat nima deydi? Sabrli bo'lib buni ko'rish kerak-da. To'y qilayotgan odam обязательно ko'rib keyin zakaz qilish kerak. Ko'prikning altida Studio Jahonni plakatini bir ko'rsating. Studio Jahon. Sho'ng jambashda o'zi saloniman. Nima deyman jigarlar? Mana bu yoqda to'g'ri kelasizlar, tap mashinaga o'tirib keldi olib ketaverasizlar. Salomat bo'lingizlar. Mana ekranda nomeri, telefon qilishlaringiz mumkin, narx-navoni so'rab, inshaalloh dekabrga polni mana shu fotolar sizlar uchun. Mana balandga o'zim nomerimni qo'yib qo'yaman, agar shunday reklamalar bo'lsa yoki dekabrga to'ylar bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Salomat bo'ling.